Urushmaydigan xotinlar aslida bir-birini sevmas ekan. Mana shu janjal bo'lib tursa, sevgi ham yangilanar ekanda. Rostdan ham xotinlar urushmasa bir-birini sevmaydigan bo'ladimi? Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Yoshligimda bu jonim juda ko'p marotaba bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka yo'qoladi. Urush bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi deb juda ko'p ta'kidlar edilar. Hozirgi kunda esa urushmasa demak bir-birini yaxshi ko'rmaydi degan fikr bilan yoshlarni zaharlab, oilalarni urush janjalga targ'ib qilishmoqda. Aslida esa xotin munosabatlari qanday bo'lishi kerak? Baxtiyor oila kitobida insonning juft qilib yaratilishi haqida shunday satrlar bor. Ular bir-birlaridan halovat, osoyishtalik, mehr-muhabbat topishlari uchungina juft qilib yaratilishdi. Ya'ni turmush qurgan insonlar bir-birlaridan halovat topishlari kerak, bir-birlari bilan urushishlari emas. Nima uchun turmush qurgan insonlarga nisbatan yostiqdosh deyilishini o'ylab ko'rganmisiz? Boshimizni yostiqqa qo'ysak orom olamiz, dam olamiz. Inson ham o'z juftining yoniga kelganda orom olishi, dam olishi kerak. Lekin hozirgi kunda esa urushmasak demak bir-birimizni yaxshi ko'rmaymiz deya xotinlarni bosh janjaldan chiqmaydi. Buning sababi esa asosiy vaqtni hamma internet tarmoqlarida o'tkazayotganidir. Agar ozgina vaqtimizni ajratib, internetdan uzilib ozgina kitob o'qiganimizda edi, bunday saviyasiz fikrlarni oldinga surmagan bo'lardik. Yana eng achinarlisi shunaqa videolarning kommentariyasiga kirganimda juda ham ko'pchilik uni ma'qullab to'g'ri deya yozadi. Albatta hammaning o'z shaxsiy fikri bor, lekin shaxsiy fikr bilan oilalarni janjalga targ'ib qilish to'g'ri emas. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikringizni bildirib keting. Agar shu video ko'pchilikka ma'qul kelsa, keyingi relsimda aynan Shaytanat kitobida oilalarni mustahkamlashga qaratilgan fikrlar bilan tanishib o'tamiz. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.